Zolotaya koronadan qarzingiz bor, to'lamagansiz, Rossiyadan chiqib ketmoqchisiz, bilet olishga qo'rqyapsiz. Mani uchradim yo'qmi deb. Hozir o'zingizga qanday qilib tekshirishni ko'rsataman. Bu juda ham oson va bepul, 100% to'g'ri ko'rsatadi. Biz internetga kiramizda FSSP Проверить по фамилия yozamiz. Именно e'tibor bering, har doim mana bu sayt bo'lsin, mana fsspgov.ru. Bu o'zining ofitsial sayti, bepul va 100% to'g'ri ko'rsatadi. Buni ichiga kiramiz va bu yerga to'ldiramiz. Fizicheskiy litso qo'yiladi birinchisi. Ikkinchisi все regionni tanlaymiz. Bu yerga familiyani rus harflari bilan yozib to'ldirib chiqamiz. To'ldirganingizdan keyin найти ni bosamiz va bu yerga mana bu sifrlarni yozish kerak, обязательно. Agar sizda mana bunday yashil bo'lsa, hech qanaqa taqiq qo'yilmagan, bemalol Rossiyadan chiqib keta olasiz. Sizga mabodo mana bunday bo'lib chiqsa, Rossiyadan chiqishingizga taqiq qo'yilgan, chunki ishi sudga oshgan, sud sizni chiqishingizga cheklov qo'yib qo'ygan. Bu pulni qachonki to'laysiz, to'laganingizdan keyin Rossiyadan chiqaradi. To'lash uchun oplatetda bosamiz va ichkariga QR kod chiqadi. Shu QR kod bilan to'lasangiz bo'ladi.